Bu kitobni taxminan 1 oy ichida o'qib bo'ldim. Chunki orada safar qildim, u qildim, bu qildim, ishlarim ko'payib ketdi. Men uncha ko'p cho'zmasdim o'zi bunaqa kitoblarni. Chunki 300 betmi shunaqa xolos. Erix Maria Remarque Lissabondagi tun. Men bu kitobni kimga tavsiya qilaman? Ya'ni qirg'izchasiga tushuntirib va lo'nda qilib gapiraman. Jadarichasiga deydimi? O'ldim kuydim. Ya'ni ichida Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida bo'ladigan bitta sevgi, bir muhabbat tarixi haqida polni gapirib beriladi. Ya'ni siz bu kitobni o'qiganingizdan keyin qanaqa qilib sevishni bilib olasiz. Qo'boqlab aytganda shu. Maza qilib o'qiysiz, unchalik maza ham qilmaysiz agar sevgidan aloqangiz bo'lmasa. Lekin sevgidan aloqangiz bo'lsa, maza qilib o'qiysiz rostdan ham. Muqovasi ham yaxshi, o'zi ham yaxshi tarjima qilingan. Pashti haqiqiysi bilan bir xil ekan. Inglizchasini ham ko'rdim, o'qidim men. Zo'r. Atayin men o'zimni ko'rsatmadim, chunki zerikib qolishing mumkin. Mana. Hazil-hazili mana bu kitob zo'r. O'qib ko'rishingni maslahat beraman.